xohlasa yana bir obyektimiz aytganmiz. Bu obyektimiz Qorasuvda joylashgan. O'shalar bilan juda ham katta. Obyekt ko'rasizlar kattaligini. Hozir полный boshqatdan jo'natib qilamiz. Boshqatda jo'rabga chiqarganlar ham tushgan. Bu yerda xohlasa obyekt juda ham katta. Bu tarafda bu xonamizda xudo xohlasa patologiya ishlari endi boshlanadi. Lesalarni terib, xudo xohlasa patologiya полный gips karton bilan to'g'lanadi. Bu patologimizda idealniy darajada gips karton bilan dumaloq qilib ishlangan avalni qilib, bu taraflarimizda ham xudo xohlasa полный gips karton ishlari почти bitgan. Xudo xohlasa endi malarka ishlarimiz boshlanadi. Elektrik ishlari ham o'tib bo'lgan, ko'rsalar bo'ladi. Juda ham idealniy darajada bo'lib chiqqan. Bu taraflarimizda boya ko'rsatib o'tganimizda bu yerda ham xuddi shunaqa basseyn bor. Basseynni ham endi xudo xohlasa remont bo'lyapti. Demak, taxminan shu bu yerda egasi bilan gaplashyapmiz. 2500-3000 kvadrat atrofida xudo xohlasa obyektimizni ham o'zlari xohlaganlaridek idealniy darajada bitirib beramiz. Xudo xohlasa kuzatib boringlar. Biz har doim sizlar uchun xizmatda bo'lamiz.